Mana bu ikkita zaryadnik bular bilan to'g'ri kelgan mototsiklni zaryadkaga qo'yib bo'lmaydi. Bu uchun uni voltini bilish kerak, nechta akkumulyatorligini bilish kerak. Keyin shunga qarab zaryadkaga qo'yish kerak. 6 ta bo'lsa, 6 talik zaryadniki bilan 5 ta akkumulyator bo'lsa, 5 ta akkumulyatorni zaryadniki bilan zaryadkaga qo'yish kerak. Agar mabodo 5 ta akkumulyatorni siz mana bu 6 ta akkumulyatorni zaryadniki bilan zaryadkaga qo'ysangiz, bu tez orada akkumulyator shishadi, ishdan chiqadi. Hozir bu yerda 6 ta akkumulyator bo'lsa, mana 72 volt bo'ladi. 6 ta akkumulyator 12 voltdan har biri 12 voltdan 72 volt 58 amper. 58 amperni qayerdan bilamiz? 58 amperni mana bu yerda yozib qo'yilgan. 58. Mana shu 58 amperligi. 58 amper bo'ladi. Endi zaryadnik 72 volt 58 amper. 72 volt 2 ta 3 ta 6 ta akkumulyator. 6 ta akkumulyatorga mana shu zaryadnik to'g'ri keladi mana shu. 72 volt 58 amper. Ana endi ikkinchi zaryadnik. Ikkinchi zaryadnik. Bu 5 ta akkumulyatorlik mototsiklning zaryadniki. 5 ta akkumulyatorlik. Bunda ham orqasida yozilgan. 60 volt 58 amper. 60 volt 58 amper. Bu uchun bu zaryadnik, mana shu zaryadnik ishlashi uchun mana bu yerda 5 ta akkumulyator bo'lishi kerak. 5 ta akkumulyator. Hozir bu 6 ta akkumulyatorning zaryadi o'lgan bo'lsa ham, umuman zaryadi yo'q bo'lsa ham, mana bu bilan zaryadkaga qo'ysangiz, zaryad to'la deb turaveradi. Zaryadi to'la ko'rsatadi, lekin bular o'lib bo'lgan bo'lsa ham. Chunki bu 5 ta akkumulyatorniki. Bu yerda 6 ta akkumulyator bor. Xo'p, 60 volt 58 amper. Xuddi shunday. Mana 58 amper yozilgan. Bu yerda agar 48 bundan kichkina sonlar bo'lsa, bundan kichkina amperlik akkumulyator bo'lsa, siz buni mana shu zaryadnik bilan zaryadkaga qo'ysangiz, bu baribir ishib ketadi. Chunki uni voltini bilish kerak. Amperni bilish kerak. 58 amper. Bu prosta 5 ta akkumulyatorning zaryadniki. Mana bu 58 amper 72 volt. Mana 6 ta akkumulyatorning zaryadniki. Agar buni almashtirsalaringiz, 5 ta akkumulyatorni mana shu 6 ta akkumulyatorning zaryadniki bilan zaryadkaga qo'ysalaringiz, bu akkumulyatorlar tez orada ishdan chiqadi, bir oyga ham bormaydi. Men shunaqalarni eshitdim. Ko'p. Ba'zi birovlar mototsikl yurmay qolyapti, bitta batareyasi shishib ketyapti. Olib tashlayapti-da, o'sha bitta batareyani. 6 ta akkumulyator bo'lsa, bittasini olib tashlayapti. 5 ta akkumulyator qolyapti. 5 ta akkumulyatorni mana shu 6 ta akkumulyatorni zaryadniki bilan zaryadkaga qo'yapti. Tez orada o'sha bor yurib turgani ham yurmay dabdalasi chiqyapti mototsiklni. Короче, ko'rasizlar, ehtiyot bo'lasizlar. Zaryadnikni almashtirmanglar. 6 ta akkumulyatorga mana bu zaryadnik, 5 ta akkumulyatorga bunisi. O'zi yozib qo'yilgan. 60 volt 58 amper. 60 voltdagi 5 ta akkumulyatorniki, 72 volt 6 ta akkumulyatorniki. Mana shunda almashtirmanglar, e'tiborli bo'linglar. Sog' bo'linglar, hammaga omad.